Miskinlarning anasi Zeynep binti Xuzayma raziyallahu anha. Bugun biz tunishmoqchi bo'lgan muborak ayol payg'ambarimizning ayollaridan biri Zeynep binti Xuzayma raziyallahu anha. Zeynep binti Xuzayma raziyallahu anha islomni qabul qilishdan ilgarmi xarakteri esil bir ayol bo'lib, har doim faqir miskinlarga yordam qiladi. Yetim yesirlarning holidan xabar elib, faqirlarga halmon bo'lish uning xususiyatlaridan edi. Miskinlar uning ishga oldidan ketmaydi. Zeynep anamiz ularga yordam berish, dardik darmon bo'lish bilan mashg'ul bo'ladi va hammaga quchoq ochadigan bu esil fazilat sababli uningga Ummul Masakin, ya'ni miskinlarning onasi degan nom berilgan edi. İslamni qabul qilgandan keyin bu odatini texmi taraqqiy qildirib kamolat darajasiga yetdi. U arablarning ichidagi eng kuchli qabila Amr ibn Sa'sa'a qabilasidan bo'lib, qabila ichidami yuksak nupuzga ega edi. Hazrati Zeynep tunji yo'ldoshi Tufayl ibn Harisdan ajrashib ketgandan keyin Ubayda ibn Haris bilan nikohlandi. U Badr g'azotida shahid bo'lgandan keyin tul qoldi. Peygamber aleyhisselam ayollarının hammasi bilan degidek islom va musulmonlarning manfaati uchun uylanganidek, bu anamiz bilanmi musulmonlar bilan Zeynep anamizning qabilasining orasida tinchlikni saqlab qolish uchun uylangan edi. Keling bu qissaga quloq solaylik. Peygamber aleyhisselam hijratning 3-yili bir bo'lak sahobalarni Zeynep anamizning qabilasining talbi bilan islomni yetkazib tushundirish uchun avatdi. Afsuski bu bir bo'lak sahobalar ularning xiyonatiga uchrab, qurshovga ilinib qilishlanди. Bu fojialik voqea islom tarixida Bi'r Mauna voqeasi deb atalgan. Bu voqea sababli bu qabila bilan musulmonlar orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Peygamber aleyhisselam shahid qilingan sahobalarning qisosini ilib bo'lgandan keyin u qabila bilan musulmonlar orasidagi dushmanlik davom qilaverishning musulmonlar uchun to'liq ziyonli ekanligini bilgachga orin tuzash uchun muvofiq fursat saqlayotdi. Shu mezgilda o'z qabilasida yuksak inovatga ega Hazrati Zeynepning tul qolganligini bilgan Peygamber aleyhisselam uningga elchi avatdi va 200 dirham to'yliq berib nikohiga oldi. Bu orqali musulmonlar bilan u qabila orasida tinchlik saqlandi. Zeynep anamiz payg'ambarimizga atliq bo'lgandan keyin Zeynep anamizning miskinlarning onasi degan nomiga mu'minlarning onasi degan unvon qo'shildi va ikki nomga munosib yashashga muvaffaq bo'ldi. Zeynep anamiz payg'ambar alayhissalom bilan nikohlanib 2 yoki 3 oy o'tganda 30 yoshlik navqiron vaqtida bu olam bilan xo'shlashdi. Jinozasini Peygamber aleyhisselam o'zi tushirdi va Baqi qabristonligiga dafn qildi. U Baqi qabristonligiga dafn qilingan mu'minlarning onalarining tunjisi edi.